Aka, uzr, opam gapirolmaydilar. Oldingizmi? Yuring ketdik. Bo'ldi, 8 korobka narsa olib kelish kerak ekan. Tavba qildim, hozirgi o'shaga nima bo'lgandan salom berishadi. Qirq ming so'm bo'ldi. Bu yerda ko'p-ku. Quloq eshitmaydimi nima? To'xtang, qaytingiz qolib ketdi. Obbo, kasoqovmi deyman bu. Opa, namuncha qolib ketdingiz? Aka, uzr, opam gapirolmaydilar. Oldingizmi? Yuring ketdik. Gapirolmaydi. Aqlim aytadi, bu o'tkinchi. Yuragim aytadi. Sevib qolgansan deb. Xo'p, opa, hozir borib kelaman. Assalomu alaykum. Mahita berib yuboring. Va alaykum assalom. Mana, to'lovni kartadan qildim. Opangiz yaxshilarmi? Yaxshi. Oldingi safar bo'lgan ish uchun opangizdan uzr so'rolmadim. Agar malol kelmasa, sizdan bir narsa so'rasam. Mayli. Opangiz chindan ham gapira olmaydimi? Aslida opam gapira olardilar, lekin 5-6 yil oldin kuchli stress sabab hozir gapira olmaydilar. Tushunarli. Bu yerga yaqinga ko'chib keldinglarmi? Yo'q, bu yerda buvimnikida mehmondamiz. Bo'lmasa opangizga uzrimni yetkazib qo'yarsiz. Opam hozir bolalar o'yingohida, o'zi yetib qo'ya qoling. Kelishimdan maqsad 2 kundan beri halovatim yo'q. Go'yoki hayollarim ikki dunyoga bo'lingan. Biri aqlim, biri esa yuragim. Aqlim aytadi, bu o'tkinchi. Yuragim aytadi. Sevib qolgansan deb. İyi. Kızım Aziza'mı? Opa, men hozir magazinga borib kelay. Salom. Xohlagan joyingga ket. Xohlagan joyingda yasha. Baribir so'ygan kabi ortingdan boraveraman. Men sevdim. Sen ertaga gapirasanmi, gapira olmaysanmi? Erta kun kelib to'qov bo'lib qolib ketmaysanmi? Bu yerga kirgan inson yo o'lim bilan chiqadi, yoki nafratim bilan. Xohlasang hozir ket. Xohlasang men bilan butun umr qol. Qalaysiz aka? Yaxshimisiz? Yaxshi. Ha, aytgancha, biz bugun opam bilan aylanishga chiqmoqchi edik. Zo'r-ku. Opam sizda ham borsiz aytgandilar. Hazırlaşmayapsizmi? Nimaga hazırlashaman? Opam aytgan narsalarni aytdim. Bo'pti, unda boraman. Mayli, bo'pti. Men borishim kerak. Yes! İyi. Kızım Aziza'mı? Yonidagi yalangoyoq kim ekan? Hozir men unga ko'rsataman. O'ligingni itlar ham topolmaydi. Assalomu alaykum. Sen bola menga qara. Agar yana bir marta meni qizimni oldida ko'rsam, men senga kafolat beraman. O'ligingni itlar ham topolmaydi. Mana, kerak bo'lsa, ikkalangni ham o'ldirtirib olaman. Shu o'liklaringni it ham topolmaydi. Tushundingmi? Ahmoq qiz. Men buni ishonib ko'chaga qo'yib qo'yibman.
Man bilanmisan? Hozir olib kelaman opa. Shoshma. Ketsa ketursin. Sekin orqasidan borasan-da. Qizni yo uligini yo tirigini olib kelasan. Qizni yo uligini yo tirigini olib kelasan. O'ldirib bor. Qalaysan? Yaxshi oling. Men bilan qochganingdan afsusdamasmisan? Buxorodamiz. Chivonganda 1-2 kun bizni topsholmaydi. Shu bahona aylanmaymizmi? Ben borib olib keling, hozir kelaman. Yo, men bilan borasanmi? Yo'q, ichida o'tirgin. Hop. Eshitaman. Opa qizni topdim. Yaxshi. Uy yopki, Bolani nima qilay? o'ldirib bor. Tushunarli. Qanchiq. Qani mani qizim. Hech kim topolmaydigan joyga yo'q qo'ying. Ular Alo. Opa qiz qochib ketdi. menga qara. Yerni tagidan bo'lsa ham topasan. Tushundingmi? Xo'p bola, tushundim. Ey yalanga yoq, bu yoqqa kel. Shundoq jonimga tegdingki. Menga qara, iflos. Men senga nima degan edim? Senga aytgan edim-a? Ko'p o'ynashmagin deb. Qani mani qizim. Qatga tiqvording. Ana endi ikki kunini boshingga solaman, tushundingmi? Men bilmayman. O'zingni shotirlaring olib ketdi. Baqirma. Baqirma iflos. O'ldirib yuboraman. Iflos. O'zini oyog'i bilan kelyapti. Qanchiq. Uylanasan. Anjalab. Nega menga so'g'al qizni tiqishtiryapsiz bilib turib? Nima? Oyim aytmadilarmi? Uylanasan shunda. Men oyim bilan kelishib bo'ldim. Yo'q. Men uylanmayman o qizga. Uylanasan. Eshitdingmi? Nimaga uylanmas ekansan? Qara, shuncha narsalar begonaga o'tib ketishini xohlayapsanmi? Uylanasan. Nima o'tirish? Ushlaman meni ikki tezroq. Nima? Yo'q deysanmi? Esingdan chiqdimi? Oyog'imni tagiga o'tirib yig'laganlaring. Menga qara. Men seni shu dodvoyingga qarab turib anungni o'ldirtirmagan edim. Eshitdingmi? Rahmatligini o'ldirmaganimizga. Olki, bo'l tez. Bu umr savdosi. Hammani ham boshida bo'ladi. Xafa bo'lmagin qizim. Xudo xohlasa baxtli bo'lib ketasan. Onasiga o'xshab qaysar, manjalab. Gar qurbon kerak bo'lsa
Jonim qurbon senga. Yo'q. Yo'q. La'nat. Qayerdasan la'nat? Nega tegding sevgimizga? Bunga qanday chidash mumkin? Jon u jahonim. Xatolik deb aslo so'zlamang. Xato bo'lsa mendan o'tdi. Siz hech o'kinmang. Qo'rqoqlik qildim. Ojizlik qildim. Yo'q, ishonmayman. Taqdir qora botir bo'lsa, yuz o'giray undan. Ammo Tangrimdan birgina o'tinchim. Sizni asrasin. Joningizga shikast yetguncha meni qurbonlikka qabul aylasin. La'nat bo'lsin. Ey o'sha zamon, men dunyoga kelgan o'sha mash'un kun. Tug'ilibon la'nat tamg'asiga kishanband bo'lgan. Ey razolat, seni men qarg'ayman. Istasang temir changaklaring bilan meni bo'g'izla. Shashtimdan qaytmayman. Judo etding muhabbatimdan.